Asel, so'msoq ketkiga. Bismillahirrahmanirrahim. Barakamiz bo'lsin. Savolga bundan ortiq chiroyli javob bo'lmasa kerak. Oqsaroy Shahrisabzning yuragi, Amir Temur bobomizning ulug'vor merosi. Agar bizning qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz, biz qurgan imoratlarga boqing degani bejizga emas. Ulkan darvozalar, nozik naqshlar, Temuriylar salobati. Shahrisabz mehmoni bo'lsangiz, Oqsaroyga kelishni unutmang deb, ikkinchi manzil eng zo'r dam olish maskani Meraki tomon yo'l oldik. Merakida juda ham katta o'zgarishlar kuzatilmoqda. Menga eng yoqqani shu kanatli ishga tushgani bo'ldi. Merakiga kelsangiz, telefonni ham chetga surib, tabiatning o'zini tomosha qilasiz. Rostdan ham ruhim tetiklashdi va kayfiyatim ko'tarildi. Yana bir bor kelishni niyat qilib, keyingi manzilimiz eng zo'r ovqatlanadigan joy uchun Chorsu milliy taomlariga tashrif buyurdik. Bu yer atmosferasi menga juda ham yoqadi. Hamma restoranga birinchi o'rinda ovqatlanish uchun boradi. Mazali choylardan ichib, Qashqadaryoning go'shtli shashliklardan yeb o'tirishga nima yetsin. Men shirinlik sevar bo'lganim uchun 100% e'tibor olaman. Shahrisabzdagi nomer 1 shirinliklar shu yerda. Qisqasini aytganda, kim go'shtli mazali ovqatlarni yemoqchi bo'lsa, bizga o'xshab Chorsu milliy taomlariga kelaverasizlar. Shahrisabzdagi tobushda lokatsiyani sizlarga yetkazib bera oldim degan umiddaman. Va so'nggida menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xonamizda atmosferasi ko'rishingiz mumkin. Pik vaqtiga qo'yilgan shashliklarimiz ish jarayoni ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda o'zi joy yo'q. Umuman mana to'la hamma yoq. Bu yoqda ham har bitta kabinamizda ham odamimiz bor. Buni olib qaragan to'la. Bu yoqda orqaga olsangiz ham operator odam ko'p. Yana odamlar kirib kelishyapti. Keling qancha kerak kiramiz. Ichkarini ko'rishingiz mumkin. Odam bilan to'la.